Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan shaharli dehqon. Bugungi video roligimiz obunachilar ko'rib turganinglardek o'ta ham bir boshqacha chiroyli video bo'ladi. Biz oxirlar kuzatib turinglar obunachilar. Shunaqangi to'llarimizni ham yopib oldik. Shu boshidan oxirga doğru yopdik, hammasini ponni qilib. Xo'p, keyin shunaqangi pomidorlarimizni ipga tortib chiqdik. Shunaqangi holatga keldi mana. Obunachilar, bu yerimizga 3 xil pomidor ekkanmiz. Birinchi xili Burpin degan pomidordan ekkanmiz. Ikkinchisi Lajen F1 degan pomidordan ekkanmiz. Uchinchisi BT1019 degan pomidordan ekkanmiz. Bu pomidorlarimizni Umidjon Iminov degan akamizdan olganmiz. Xudo xolisa juda ham bir boshqacha pomidor bo'lyapti. Ko'rib turganinglardek shunaqangi go'zal bo'lib o'sib ketdi. Mana obunachilar, bittaganlari. Hozir ipga qanday tortayotganimizni ham olib beraman obunachilar. Bu gullaganini ko'ringlar o'zinglar. Obunachilar, mana qaranglar, bir dona pomidorda qancha guli bor. Taxmin qilib ko'ringlar, kommentariyga yozib qoldiringlar nechta guli borligini. Endi to'rga o'tadigan bo'lsak obunachilar, bu to'rimiz 55% to'r. Bu ruloni 470 mingdan olindi. 8 rulon olindi obunachilar, 8 rulon. Biz buni bir-biriga shunaqangi qo'shib tikdik. Bitta ponni bo'lim-bo'lim qilmasdan bitta ponni tortildi. Mana o'rtadagi gullari ham shunaqangi bir juda ham bir boshqacha bo'lyapti obunachilar. Hozir oxiridan ham bitta ko'rsatib beraman. Eng katta hamayo shunchalik bo'ldi mana. Endi xudo xolasa bundan keyingi videoyimiz hamma solish jarayoni bo'ladi. Undan ham katta hamma bor ekan, mana ko'ringlar.
Yonbosh ko'rinishlarimiz shunaqangi holda bo'ldi. Tepa jarayoni. Baylash jarayonlarimiz ko'rib turinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir donadan like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar obunachilar, biz chiqarayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qo'yinglar. Yana nimalar qilaylik, qanaqa videolar olaylik. Shularni ham bir qator yozib qoldirsanglar, shunga qarab yana video olib boramiz.